2014 yıldan bu yan Tayland turmusida tutib turilayotgan Uyg'ur muhojir Abdulla Abdulaziz kesel sebebinden vafot bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, uning ayoli va farzandlari Turkiyada ekan. Aytilishicha, Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirishlari va xohlagancha qo'lga ilishdan qochib, Sharq Janubiy Osiyo davlatlari orqali Turkiyaga kelish uchun yo'lga chiqqan yuzlagan Uyg'ur 2014-yili Taylandda tutilib qolgan. Ulardan ba'zilari Xitoyga qaytarilgan, ba'zilari keyincha Turkiyaga yetib kelgan edi. Lekin hali ham 60 dan ko'p Uyg'ur Taylandning har qaysi joylaridagi tutib turish o'rinlarida tutib turilmoqda. Turkiyadagi yer tavrash rayonida qutqizish xizmati davomlashayotgan Uyg'urlar ofatga uchragan xalqni non va issiq palov bilan ta'minlamoqda. Turkiyaning har qaysi joylarida yashaydigan Uyg'urlardan tarkib topgan fidoilar guruhi yer tavrash yuz bergan tunji kunidan boshlab ofat rayonlarida, bo'libmi Qahramonmarash va Xitoy qatorliq ofat ig'ir joylarda qutqizish xizmatini davomlashtirmoqda. Xitoydagi eng chong aqlli iqtidorli telefon ishlab chiqaruvchilarning o'z davlatida setish uchun ta'minlagan telefonlarga oldin qachilangan jasus guruhlari chet el nusxalariga qaraganda 3-4 hassa ko'p bo'lib, ular abonentlarning sonliq ma'lumotlarini to'liq to'playdi ekan. Irlandiya tadqiqotchilari tayyorlagan dokladga qaraganda Xiaomi, Oppo va OnePlus qatorli Xitoy markalari o'z davlatida setish uchun chiqargan telefonlar jasuslik yumshoq detallar bilan to'lgan. 70% Android mashg'ulot sistemasi ishlatiladigan Xitoyda bu yumshoq detallar ruxsatsiz holda abonentlarning uchurlarini bartaraf qila oladi ekan. Xitoy 2022 yilning 5-dan boshlab Amerikaning 10 dan ortiq egizlikdagi gaz sharining Xitoy havo bo'shlig'iga kirganligini o'tirg'a qo'ydi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin faqat o'tgan yilning 5-dan boshlab Amerikaning egizlikdagi sharlari Xitoy doiralarining ruxsatisiz havo bo'shlig'imizda 10 necha qatim qonunsiz uchdi dedi. Aqsaray davlat bexatarlik ishlari bayonotchisi Kibri bu qarashlarning butunlay to'g'ri emasligini bayon qilib mundaq dedi. Biz Xitoy ustidan shar uchirmadik. Bu amaliyotga uyg'un emas. Turkiyadagi 10 o'lka zo'r buzg'unchilik paydo qilgan yer tavrashdan keyin bir Xitoy diplomati o'zlari qurilishga qatnashmagan Turkiya Koreya sherikchiligi tomonidan qurilgan Çanakkale ko'rikining puxta ekanligi bilan maqtandi. Egilishicha 1915 Çanakkale ko'rikining dushanba kuni yuz bergan yer tavrashning markazi bo'lgan Qahramonmarash bilan bo'lgan oraliqi 1200 kilometr keladi. Xitoyning Shimoliy Irlandiyaning Belfastdagi bosh konsuli Zhang Mifang bo'lsa Twitterda Çanakkale ko'rikini chiqarib, Xitoyning Turkiyada yasagan ko'riki yer tavrashdan omon qoldi deb yozdi. Mifang yozmasining oxirida mana bu Xitoy texnikasi deb maqtangan. Filippin doiralari Xitoy dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotining Janubiy dengizdagi Filippin dengiz qirg'og'i muhofazat paraxotining xodimlariga harbiy lazer nur bilan hujum qilganligini va ularning vaqtli qarg'u bo'lib qolganligini ilgari surdi. Filippin dengiz qirg'og'i muhofazatchisi bayonotida lazer nurining bir qism xodimlarda vaqtli qarg'u bo'lib qolishiga sabab bo'lganligini va bu hujumning Manilaning egilik huquqiga daxl taruz qilganligini aytdi.